Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shohat Avto kanali obunachilari, do'stlar, bugun ikkala avtomobil go'shti masalada bir-birini taqqoslab, qaysi birini olsangizlar, telefona aloqa qilsangizlar bo'ladi. Ekranda pastda nomer turadi. Videoni boshidan aytib o'taman. Like bilan podpiska bosib qo'yishga esdan chiqmasin va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Komfort xohlaganlar uchun Malibu bir avtomobili narxi bir xil do'stlar, narxi bir xil. Cobalt 2019-yil, Malibu 2012-yil. Ikkalasidan metan gazi bor. Videoni qisdan men tushunib ko'ramiz do'stlar. Toshkent Katliman, taksi qilaman deganlar uchun do'stlar, Malibu bir avtomobili komfort. O'zingiz uchun ham komfortda o'tirib, hazzatib haydab yurasiz. Cobalt ham bo'ladi Toshkent Katlimanga, lekin hozir stankaga borib, misol odam olsangiz, Malibuda ketasan desa, sразу Malibu minadilar. Cobaltda ketasan desangizlar, ikkalasi bir turgan joyda baribir Malibuda ketadi. Hamma odam komfortni xohlaydi. 110 million so'm Malibuning narxi, 110 million so'm Cobaltning narxi ustida kelishamiz do'stlar. Holati zo'r, metan gazlari bor. Malibuda pakalina metan gaz qo'yilgan, yana holati zo'r, cruise control, climate control hammasi bor. Yana 260 speedometer. Malibu do'stlar, haydab ko'rganlar bilan Dakan sayrasangiz 260 ga chiqadi. GM mashinalarining ichida do'stlar, Malibu shu yozilgan kilometrini javob beradi do'stlar. Holati zo'r, metan gazlari bor. Bagaj qismlari ham chotki turibdi. 164 ming kilometr yurgan, вообще zo'r holatda turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, eshik mayda kusok sapilgan joyi bor orqa kredinda. Cobaltga keladigan bo'lsak, do'stlar, Cobalt choko svetda, holati вообще zo'r, 1 gram aybi yo'q. Shu o'rinda ozgina kraska sapilgan joyi bor. 140 ming kilometr yurgan. Xohlasangiz Cobalt, xohlasangiz Malibu 1, yana holati zo'r. 1 gram aybi yo'q, metan gazlari bor. Yana bemalol telefonlashib olsangiz mumkin do'stlar. Bu yerda mayda-mayda chiziqlari bor, lekin chong bo'lib turibdi. Bir qator sizlar kelincha, unda mo'ykada yuvib qo'yamiz siralatib. Holati zo'r. Motor qismlari ham chotki turibdi, xohlasangiz motor qismlarini ham kelib ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasa Telegramdan yozsangiz batafsil hamma videosini tashlab beramiz do'stlar. 2019-yil 140 ming kilometr yurgan, 110 million so'm narxi. 2012-yil 164 ming kilometr yurgan, 110 million so'm narxi. Bular do'stlar, barter variantimiz bor, bank variantimiz bor. Siz xohlagan uslubda savdo qilsak bo'ladi. Shu avtomobillar uchun do'stlar, birdan like ni bosib, videoni tarqatib qo'yamiz do'stlar. Yana kamu kak deydi-ku. Kimga qanday? Narxi bir xil, lekin komfort jihatdan Malibuga teng keladigan avtomobil yo'q do'stlar. Hammaga omad. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi.